Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz gulli o'simliklarda urug'lanish yoki gametogenez jarayoni hisoblanadi. Bu mavzuda nimani gaplashamiz desak, bu mavzuda gulli o'simliklarning jinsiy hujayralarining ko'payishi haqida gaplashamiz. Biz bu mavzuda o'rganishimizdan oldin gulning mana bu 5 ta qismini bilib olishimiz kerak. Qaysi qismlar bo'ladigan bo'lsa, bu gul kosachasi tashqi tomonidan gulni o'rab turadi. Buning rangi yashil rangda bo'ladi ko'pincha. Endi gultoj bo'ladigan bo'lsa, gultoj asosan turli xil ranglarda bo'ladi, ko'pincha qizil rangda bo'ladi. Endi changchisi ikki qismdan iborat bo'ladi. Changchi ipi va changdondan iborat bo'ladi va changdonda chang etiladi. Chang bu hujayra, jinsiy hujayra. Bizani anu partalarimiz ustida bo'ladigan, eshiklarimiz ustida bo'ladigan chang emas. Chang bu jinsiy hujayra hisoblanadi. Endi mana bu qaysi qism desak, bu urug'cha bo'ladi va bu 3 qismdan iborat. Tumshuqcha, ustuncha va tuguncha qismlardan iborat. Endi mana bu urug' kurtak. Urug' kurtakda ikkita qism bo'ladi. Qaysi desak, tuxum hujayra hamda markaziy hujayradan tashkil topgan bo'ladi va bular urug'langandan keyin urug'ga aylanadi. Endi sizlar bilan dastlab mana bu joyda yetiladigan hujayralar haqida gaplashadigan bo'lsak, bizda dastlabki jinsiy hujayralarimiz bor. U changdonda yoki changchi xaltasida yetiladi. Mana bu qizil qilib chizib qo'yganman. Kichkina qilib menimcha yaxshi ko'raman. Mana shu qismda joylashgan bo'ladi. Endi buni ahamiyati nima desak, bu yerda qanaqa qilib bo'lsa ham shu changchi mana bu tumshuqchaga tushishi kerak. Tumshuqcha birinchi yopishqoqroq bo'ladi, sababi tushgan changlarni o'zi yopishtirib olib tushib ketishi uchun. Endi sizlar bilan mana bu joydagi, ya'ni changchi haqida gaplashamiz. Changchida, ya'ni changchi xaltasida dastlabki jinsiy hujayralar mikrosporositlar deb ataladi va mikrosporositlarning to'plami 2N to'plamda bo'ladi. Endi biz bu mavzuni yaxshiroq o'rganishimiz uchun mitoz, meyozda ham bir muncha xabarimiz bo'lishi kerak. Xo'p, endi mikrosporosit degan hujayralar bo'ladi. Changchi xaltasida yetiladi. To'plami 2N to'plamda bo'ladi. Dastlabki boshlang'ich jinsiy hujayralar qaysilar desak, mikrosporosit deb aytishimiz kerak. Endi nima uchun mikro deyapmiz? Bu yerda changchini ko'rib turishingiz mumkin, juda ham kichkina bo'ladi va undan kichik hujayralar yetiladi. Shuning uchun kichkina bo'lganligi uchun mikrosporosit deb ataladi. Hozir megasporosit haqida ham gaplashamiz. Mikrosporosit dastlab 2N to'plamda bo'ladi. Keyin to'plamda, keyin u 2 marta meyoz bo'linadi. Ya'ni meyozda ahamiyati shunaqa. Bir marta bo'linganidan keyin yana bir marta bo'linishi kerak. Hop, birinchi marta bo'linganda ikkita bo'ladi va srazi yana bo'linadi. Endi 4 ta N to'plamli hujayra, ya'ni gaploid to'plamli hujayra hosil bo'ladi. Dastlab 2 N edi. Endi ular meyoz degani kamayish deganimi? Shuning uchun 4 ta N to'plamli hujayralar hosil bo'ldi. Va bu 4 ta meyoz bo'linish natijasida hosil bo'lgan hujayralarni biz mikrospora deb ataymiz. Ya'ni N to'plamli hujayradan 4 ta bo'ladi. Endi bular meyoz bo'linib bo'ldi, ya'ni kamaydi. Nimasi kamaydi? To'plami kamayapti. Ya'ni diploid to'plamidan 4 ta gaploid to'plamli hujayra hosil bo'ldi. Dastlabki nomi mikrosporosit edi, keyingi nomi mikrospora aylanib qoldi. Endi bundan bu yog'iga bular mitoz usuli ko'payadi. Mitozning ahamiyati nima desak, ona hujayradagi ma'lumotni qiz hujayralarga tekis taqsimlanishi bu mitozning asosiy ahamiyati hisoblanadi. Endi ular mitoz bo'linadi. Ya'ni mana bu hujayralarimiz, o'sha mikrosporalarimiz, mikrospora endi mitoz bo'linyapti. Mitoz bo'linish natijasida 8 ta hujayra hosil bo'ladi. 8 ta. Ulardan 4 tasi vegetativ, 4 tasi generativ hujayra bo'ladi. Endi bizda chang donasi degan narsa bor. Chang donasini nimalar tashkil qiladi desak, bitta vegetativ va bitta generativ hujayra tashkil qiladi. Bitta vegetativ, bitta generativ hujayra ikkalasi birgalikda chang donasini tashkil qiladi. Agar vegetativ o'zi bo'lsa ham unaqa bo'lmaydi, generativ o'zi bo'lsa ham unaqa bo'lmaydi. Demak, bizda nechta bor edi? 4 ta vegetativ, 4 ta generativ bormidi? Shu ikkalasi bir-biriga qo'shilib turib, endi demak 4 ta chang donasini hosil qiladi. Demak, nisbat qanaqa bo'lib ketyapti? 1, 4, bu yerda ham 4 nisbatda bo'lib ketyapti. Endi chang donasidan keyin bizda generativ hujayralar. Ya'ni generativ degani o'sha ko'payish degan ma'noda keladi. Generativ hujayralar 2 ga bo'linadi. Ya'ni bu generativ hujayra 4 ta generativ hujayra, har bittasi 2 tadan bo'linsa,
Hop, bittasi 2 ta spermiya hosil qilyapti. Demak, 4 tasi jami 8 ta spermiya hosil qilyapti. Men bittasini yozdim. Shunaqadan bizda 4 ta generativ hujayra bo'ladimi? Har bittasi 2 tadan ko'paysa jami 8 ta spermiya bo'ladi. Endi nisbatga qaytamiz. Dastlab bitta mikrosporazit bor edi. Undan 4 ta mikrospora, 4 ta chang donasi hamda 8 ta spermiya yetildi. To'plamlari haqida gaplashadigan bo'lsak, to'plamlari bunda 2 n to'plamda edi, 1 dona edi. Va n to'plamdan 4 ta bo'ldi, bu nomi mikrospora bo'ldi. Endi chang donasi-chi? Chang donasida mana bu vegetativ hujayrani ham to'plami n, generativ hujayrani to'plami ham n. Demak, n gen qo'shilib bittasi 2 n bo'lar ekan. Demak, 4 ta 2 nli hujayra hosil bo'lyapti. Pastda yana gaplashamiz. Mana bu qismda dastlabkisi mikrosporazit edi 2 n, keyin u 4 ga bo'lindi. N to'plamidan 4 ta bo'ldi, ya'ni meyoz bo'linyapti bu yerda. Endi bundan hujayralarimiz bo'lingan edi. Vegetativ va generativ birgalikda nima tashkil qilyapti? Mana V bilan G qilib qo'yganman. V vegetativ, G generativ. O'sha bu ham vegetativ ham N edi, generativ ham N edi. Ikkalasi birga bo'lib turib, 2 to'plamida hosil qilyapti. Bu ham 4 ta. Ya'ni 4 ta vegetativ va 4 ta generativ birgalikda bo'lib turib, chang donasini hosil qiladi. Endi mana bu joyda generativ hujayralar har bittasi 2 ga bo'linyapti va spermiya hosil qilyapti. Bittasi 2 ga bo'linsa, 4 tasi 8 ga bo'linadi. Ya'ni 8 ta bo'ladi. 4 tadan 8 ta bo'ladi. Hozir endi mana bu vegetativ hujayralar haqida gaplashamiz. Keyingi qismati nima bo'ladi desak, vegetativ hujayraning qismati mana bu joyda spermiyalar tepaga chiqib, pastga tushayotganda mana bu yo'llarni ochib berish uchun bizda vegetativ hujayra sarflanadi. Endi bizda 8 ta spermiya bor edi. 8 ta spermiyada biz hammasi bu yerga tushadigan bo'lsa, 4 ta urug' hosil bo'ladi. Nima uchun 4 ta deydigan bo'lsak, aynan gulli o'simliklarda qo'sh urug'lanish kuzatiladi. Ya'ni mana bu joyga tushayotgan hujayra bittasi tuxum hujayraga beradi, bitta spermiyada, bittasini markaziy hujayraga beradi. Bitta spermiya bu yerda urug'lantiradi, bitta spermiya bu yerda urug'lantiradi. Endi ikkalasi ham teng bo'layotganligi uchun buni biz nima deb ataymiz desak, qo'sh urug'lanish deb ataymiz. Ya'ni ikkita joy teng urug'lanayotgani uchun. Qo'sh urug'lanish faqatgina gulli o'simliklarda kuzatiladi. Demak, mikrosporazitda ahamiyati shu. Mana spermiyaga tuxum hujayra qo'shildi, murtak hosil bo'ldi. Spermiyaga markaziy hujayra qo'shildi, endi sperm hosil bo'ldi. Murtakning to'plami 2, markaziy hujayraning to'plami 2, spermiyaniki ham n bo'lgani uchun n ga 2 ni qo'shsak 3 n bo'lyapti. Bunda spermiy n, tuxum hujayra n, ikkalasi qo'shilsa 2 n to'plamli hujayra hosil bo'lyapti. Endi mana bu tomonga o'tadigan bo'lsak, bu tomonda megasporazitning rivojlanishi, ya'ni mego degani katta deganimi? Bizda nima uchun katta bo'lyapti? Tuxum hujayra katta bo'lganligi uchun uni mego deb ataymiz va bu mana bu joyda kechadi. Qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsak, dastlabki jinsiy hujayralar, boshlang'ich jinsiy hujayralar bularda megasporazitlar deb ataladi va bularning to'plami ham 2. Endi bular ham 2 marta meyoz bo'linadi. Meyoz bo'linganda bitta katta hujayra va 3 ta kichkina hujayra hosil bo'ladi. Endi biz mego deyapmizmi? Demak, katta bo'lish kerakmi? Bizga kattasi kerak, qolgan 3 tasi endi nobud bo'ladi. Va bular taqdiri nima bo'ladi desak, bular yo'naltiruvchi tanalarga aylanib ketadi. Ya'ni yo'naltiruvchi tanalar deb ataladi. Bizda bitta megasporazit hosil bo'ldi. Bitta megasporazitdan bitta megaspora hosil bo'ldi. Bu yerda mikrospora edi. Bu yerda esa megaspora bo'lyapti. Buni ham 1. Demak, nisbat 1 ga 1 bo'lyapti. Chunki 3 tasi kichkina bo'lganligi sababli o'lib ketyapti. To'plami n. 2 dan n to'plamli megaspora hosil bo'ldi. Undan keyin nima bo'ladi desak, undan keyin bular 3 marta mitoz bo'linadi. Mitoz bo'linish natijasida dastlab 2 ta bo'ldi, 2 tadan 4 ta va so'ngida 8 ta bo'ldi. Va bu 8 ta hujayra o'zaro birlashib turib, murtak xaltani hosil qiladi. Mana murtak xalta endi n to'plamidan 8 ta bo'lyaptimi? Demak, murtak xaltaning to'plami 8 n tashkil qiladi. Ya'ni n dan 8 ta. 8 n tashkil qiladi. Bu yerdan 2 ta hujayra, ya'ni 2 ta o'sha murtak xaltadagi hujayra birlashib turib markaziy hujayrani to'plami 2 n bo'lyapti. Endi bittasi bo'lsa tuxum hujayrani hosil qiladi. Markaziy hujayra mana shu o'rtasida markazda joylashganligi uchun markaziy hujayra deb ataladi va bu urug'lanishdan oldin 2 n bo'ladi. Endi tuxum hujayrachi, tuxum hujayra pastroq joylashgan bo'ladi va bitta hujayrani tashkil topganligi uchun bu n to'plamda bo'ladi. Mana nima qilib qo'yganman markaziy hujayrani, buni t qilib qo'yganman tuxum hujayrani. Demak, ikkitasi n dan ikkitasi 2 n bo'lyapti. N dan bittasi n to'plamda bo'lyapti. Xo'p, bu yoqqa qaytamiz. Bizda mana markaziy hujayra bilan tuxum hujayrani yozib oldik. Endi mana urug'lanish natijasida
Bitta spermiya bu yerga kelyapti, bitta spermiya bu yerga kelyapti. Mana spermiyalar kelayotganda tuxum hujayraga qo'shilsa uni murtak deb ataymiz, shuni yodlab olinglar. Markaziy hujayraga qo'shiladigan bo'lsa, uni endosperm deb ataymiz. Ochiq urug'liklarda bo'ladigan bo'lsa, ularda o'sha urug'cha degan tushuncha yo'q bo'lganligi uchun ularda ochiq urug'larda endosperm to'plami n bo'ladi. Endi biz masala ishlashimiz uchun nima kerak? Masala ishlashimiz uchun mana bu nisbat kerak. Qanaqa nisbat desak, bu yerda ko'proq bizda o'sha chang hujayralarniki kerak bo'lganligi uchun, ya'ni ko'proq kelganligi uchun shu nisbatga ketamiz. Mikrosporasi dastlab 2 n bo'lgan, bir dona bo'lgan. Mikrospora n dan 4 ta bo'ladi. Chang donasi 2 n dan 4 ta bo'ladi. Ya'ni 1 4 4. Spermi bo'ladigan bo'lsa, spermi n to'plamidan 8 ta bo'ladi. 8 n demak unda spermi har bitta 8 ta bo'ladi. To'plami n. Endi 8 ta spermidan 4 ta urug' hosil bo'ladi. Sababi bitta spermi markaziy hujayraga, bitta spermi tuxum hujayrani kelib urug'lantirganligi uchun, demak, mana bu ikkalasi urug'langandan keyin bular murtak va endospermni hosil qiladimi? Yozaman. Murtak va endospermni hosil qiladi. Endi mana bu post o'ralib turib urug'ni hosil qiladi. Endi tugunchaning o'zidan bo'ladigan bo'lsa, tugunchaning o'zidan meva yetiladi. Aynan shu gulli o'simliklarning urug'lanishi, bu haqida masalalar ham bor. Agarda masalalarni hozir kommentariyaga yozib qo'yaman yoki Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimiz Faktorial biologiya, YouTube kanalimiz Facebook biolog hisoblanadi. Aynan savollarni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bitta shu mavzuda tushunib olgan bo'lsanglar, haligi savollarni bemalol ishlay olasizlar. Agarda yaxshi tushunmagan bo'lsangiz, savol ishlamaysiz. Shundan qanchalik tushundinglar, qanchalik tushunmadinglar bilib olsa bo'ladi. Sizlarga eng kerakli narsa nima desak, mana bu nisbatlarda qayerdan qayerga ketishi. Agar sizda urug' bergan bo'lsa, orqaga ketayotganda 2 ga ko'paytirasiz. Agar sperm bergan bo'lsa, urug' qo'shishni 2 ga bo'lasiz. Demak, sizlarga qaytarib beraman. Mana bu joyda spermiyalarning ikkita joyini teng urug'lantirishi, ya'ni tuxum hujayra bilan markaziy hujayrani teng urug'lantirishiga nima deb atalar ekan? Qo'sh urug'lanish deb ataladi. Endi qo'sh urug'lanish faqatgina gulli o'simliklar uchun xos. Shuni yodlab olsanglar bo'ldi. Bugungi mavzuyimiz shundan iborat edi. Unaqa qiyin, murakkab mavzu emas. Urug'lanish birmuncha oson, nisbatan oson. Xudo xolasa like bosib qo'llab-quvvatlab tursanglar, bundan buyog'iga boshqa darsliklarimiz ham chiqadi. Hammaga rahmat. Yaxshi dam olinglar.